Allohimga ming marta shukrlar etamiz. Allohga hamd sanolar bo'lsin, payg'ambarlarimizga durud salovatlar bo'lsin. Bizni mana shu joylarga olib sharoitlarda yaratgan mana shu Biloliddin hoji ukamizga ham uzoq umr tilaymiz. Oilasi bilan baxtli bo'lsin. Hamma kelolmaganlarda Allohim chaqirsin. Hammamizni yaxshi niyatlarimizga yetkazsin. Rosa ham xursandmiz shayga. Xudoyim o'zi chaqirib keltirganiga. Mazza qilib yuribmiz. Allohim duolarimizni qabul qilsin. Qilgan ibodatlarimizni Allohim dargohida qabul qilsin. Hammamiz sog' salomat oilamiz bag'riga qaytaylik. Sog' salomat. Poplilarga tavsiya qilasizmi? Ha, poplilarga qishlog'imizda hammasini jo'natamiz, xudo xolasa. Shu haliginda kelinglar kompaniyada. Ha, o'sha kompaniyaga ming rahmat. Hamma sharoiti yaxshi, hech qiyinchiligi yo'q. Hamma yo'q, sharoitlar yaxshi, rahmat. Hali joningiz sog' bo'lsin. Bolalaringizni Biloliddinga ham, Husanboyga ham sog'lik, salomatlik, uzoq umr tilaymiz. Ishlariga omad. Allohim qo'llab-quvvatlab yuraversin bularning ishlarini. Har yil olib kelib yuravering.